Juda ko'pchilik orzu qiladigan uchastka. Uchastkangiz orqa tarafida katta ariqda suv oqadi. Suv to'xtamaydi, suv ko'p. Ariq ham kichkina emas, kattagina. Mana bundoq keladi. Bu yerda tapchan qilib, mana uchastkangiz orqa tarafida ko'rishingiz mumkin. Xohlagan narsangizni qilasiz. Endi buni suv oqqandan keyin bu taraflarni o'zi o'ylayvering, havo qanaqa bo'lishini. Atrof to'rtburchak bo'lib o'ralgan. Hozir ko'ramiz. Uchastkani ko'rishinglar mumkin. Atrof to'liq o'ralgan. Ikkita tomonda qo'shni bor, mana. Fundamentlar kattagina baland qilib qo'yilgan. Ikkita tomonga darvozaxona qilib qilingan, mana. Sharoitli. Mana ko'chamiz. Ham ariqda suv oqadi. Uchastkamiz fasadi 20 metr, ichkariga 46 metr. Ko'chani ko'rishinglar mumkin. Gaz, svet, suv hammasi ko'rinib turibdi mana. Bu suvlar to'xtamay oqadi. Uy ichkaridagi ham katta ariqdagi suv ko'rdinglar. Manzilimiz Yangi Toshkent tumani, oldingi O'rta Chirchiq, Sholikor mahallasi, Tanovar ko'chasi 24. Joyimiz 8 sotikli joy. 1-2 zahvati bor. Orqa tarafda ariq ko'rsatgan joyimda zahvati bor. 25-yil dekabrda prezident qarori bilan zahvatlar qo'shib beriladi. Uyimiz orqa tarafida yana bitta katta yo'l bor. Yo'ldan keyin kanal уже dala. Уже mana oldi tarafida yaxshigina ko'cha ko'rdinglar. Bu taraf ikkita tarafda qo'shni. Uy qurib yashash uchun juda ham zo'r lokatsiya. Bu joyimiz 2 ga 3 ga 4 ga ham bo'lib beriladi. Olish imkoniyati bor va yana barterga ham gaplashsa bo'ladi. Bu narsaga almashish, domgami, mashinagami o'zingizlar ko'rasizlar. Ushbu ikki tarafida suvi bor 8 sotikli uchastkamiz 1 sotiga $15,000 baholangan. Pastda raqamlar bor bog'lanish uchun. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.